السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء، ولكم الدرس الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli o'quvchilar va kanalimiz kuzatuvchilari, va mana bugun yana sizlar uchun yangi darsni tashkil qilishga harakat qildik. Biz o'tgan darsimizda oila a'zolarini, ya'ni ba'zi oila a'zolarini ismlarini yoki qarindoshlik ismlarini o'rgandik va bugun o'tgan safar o'rgangan so'zlarimizga qo'shimcha tarzda ba'zi oila a'zolarini qarindoshlik ismlari qo'shiladi va undan tashqari mana shu oila a'zolarini tanishtirishni o'rganamiz. Demak, boshladik. Tepadan va o'ng tarafdan boshlaymiz. Demak, bu kishi tagiga yozilgan hada jaddi, hada jaddi. Hada bu degani. Jaddi nima edi? Jaddi bobom degani edi. Demak, bobom tarjimasi bu mening bobom. Bu mening bobom. Hada abi, hada abi. Bu mening dadam. Bu mening dadam. Hada ammi. Bu mening amakim. Ha, demak, ammun degani amaki ekan. Hadihi ammati. Hadihi ammati. Bu mening ammam. Demak, hadani bu dedik. Hadihi ham bu degani ekan. Ammatun amma degani. Demak, tarjima aytganimizdek bu mening ammam bo'ldi. Hada akhi. Hada akhi. Bu mening akam. Demak, akhun degani aka degani ekan. Endi tepadan chap tarafdagi oila a'zolarini tanishtirishni boshlaymiz. Hadihi jaddati. Hadihi jaddati. Jaddatun nima degani edi? Jaddati demak buvim degani bo'ladi. Bu mening buvim. Hadihi ummi. Hadihi ummi. Bu mening onam. Hada khali. Hada khali. Khalun tog'a degani. Khalun bu tog'a degani. Demak, bu mening tog'am deyaptilar. Hadihi khalati. Hadihi khalati. Bu mening xolam deyapti. Demak, xolatun yoki xola desak, arab tilida ham, o'zbek tilida ham bir xil ma'no berar ekan. Hadihi ukhti. Hadihi ukhti. Bu mening opam. Bu mening opam. Demak, e'tibor bergan bo'lsak, erkaklarni tanishtirayotganda hada kalimasidan foydalandi. Ayollarni tanishtirayotganda esa hadihi kalimasidan foydalandi. Lekin ikkisini ham tarjimasini bu degani dedik. Bunda ma'no shundayki, arab tilida muzakkar va muannas jins bo'lganligi uchun erkaklarga nisbatan bu deyayotganda hadadan foydalanadi. Hadadan ayollarga nisbatan bu deyayotganda esa hadihi kalimasidan foydalaniladi. Demak, rus tilini biladiganlar bo'lsa, ozroq rus tiliga yaqin joylari bor arab tilini.
Va yana bitta e'tibor beradigan joyimiz, o'tgan safar biz o'tganimizda, mana shu joyni sizlarga ko'rsataman. Al abu yoki al validu yoki al ibnu yoki al jaddu dedik. Lekin bu kungi darsimizda mana shu qarindoshlik ismlarini orqasida i kalimasi, ya'ni i qo'shimchasi qo'shilib qolyapti. Nima sababdan bu? Bu qo'shimcha egalik olmoshi deyiladi yoki birikma olmosh desak ham bo'ladi. Ya'ni shaxslarni yoki umuman ismlarni o'zimizga tegishli qilishligimiz uchun ismning orqasiga mana shu i so'zini, ya'ni qo'shimchasini qo'shamiz. Xuddi bizdagi nima, misol uchun bobom deganimizdagi imga o'xshaydi. Arab tilida esa bu i bilan ifoda qilinadi. Va bugun ba'zi dialoglarni o'rganamiz. Al-hivorul avval deyapti. Al-hivorul avval. Hivor degani bu dialog, ya'ni suhbat. Bu yerda aytyapti astami'u va u'idu. Eshitaman, ya'ni quloq solaman va qaytaraman. Sizlar ham birinchi bo'lib men o'qiyman, orqamdan qaytarishingiz kerak bo'ladi. Talaffuzimiz tezroq chiqishi uchun. Demak, bu kishi aytyaptilar: assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qaytaramiz. Juda yaxshi. Va javob: va alaykumussalam. Va alaykumussalam. Qaytaramiz. Juda ham yaxshi. Demak, buni tarjimasi bizga ma'lum, chunki o'zbek tilida ham ko'rishganda ishlatiladigan kalimalar, ya'ni salomlashish odobi musulmonlarda umumiy bo'lgani uchun bizga ma'lum va mashhur. Lekin bu salomlashishdan keyingi kalimalarni yoki jumlalarni tarjimasi bilan o'rganishimiz kerak bo'ladi. Va bu kishi yana aytyaptilar: kayfal hal. Kayfal hal. Qaytaramiz. Juda ham yaxshi. Demak, tarjimasi ahvollar qanday? Al-hal degani ahvol degani, ya'ni bizdagi so'zga o'xshab ketadi, to'g'rimi? Kayfa degani qanday? Qanday? Demak, ahvollar qanday deb so'rayaptilar. Va bu yigit javob beryapti: bi khayrin valhamdulillah. Bi khayrin valhamdulillah. Qaytaramiz. Juda ham yaxshi. Demak, yaxshi, alhamdulillah, ya'ni Allohga shukr, Allohga hamd bo'lsin deyapti. Demak, bugungi darsimiz mana shu yerda yakunlaymiz va sizlardan yangi berilgan so'zlarni yodlab va mana bu jumlalarni ham yodlab qo'ysak, muhovarada, ya'ni suhbatlashayotgan paytimizda qo'llashligimiz oson bo'ladi. Ma'assalam, ila liqo. Ko'rishguncha yaxshi qolinglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha.